Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizdan 52-betdan davom ettiramiz. Ad-darsul hadiya ashara 11-dars. Bayti mening uyim. Hada bayti bu mening uyim. Bayti amama as-suqi mening uyim bozorning oldida. Bayti jamilun uyim chiroyli. Fihi hadiqatun saghiratun unda kichik bog' bor. Hadihi ghurfati bu mening xonam. Fiha nafizatun kabiratun va mirwahatun jamilatun. Unda ya'ni xonada katta deraza va chiroyli havo purkagich ya'ni ventilyator bor. Hada sariri va hada kursiyi bu mening karovatim va hada kursiyi va bu mening stulim va hada maktabi bu mening partam. Saati va qalami va kitabi alal maktabi mening soatim, qalamim, kitobim parta ustida. Haqibati tahtal maktabi mening sumkam yoki popkam partaning tagida, taxta tagida. Nafizatu ghurfati maftuhatun mening xonamning derazasi ochiq. Bu yerda mening so'zini e'tibor beringlar. Izofa qilindi, ya'ni mening xonamning derazasi. Zanjir izofa deyiladi, ya'ni so'zlar 3 ta so'z bir-biriga muzofun ilayh bo'lib birikdi. Bu muzof va mana bu muzofun ilayh. Shu o'rinda yana g'urfa muzof, muzofun ilayh bo'ladi. Zanjir izofa bo'lib mening uyimning derazasi maftuhatun ochiq deb ma'no beramiz. Hadihi g'urfatu akhi bu akamning xonasi. Va tilka g'urfatu ukhti va ana u opamning xonasi. G'urfatu akhi kabiratun akamning xonasi katta va g'urfatu ukhti saghiratun opamning xonasi kichik va opamning xonasi kichik. G'urfatu akhi amama g'urfati mening akamning xonasi mening xonamning oldida va g'urfatu ukhti amamal matbaxi va opamning xonasi oshxonaning oldida. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu meni bitta akam bor, uning ismi Usoma. Wali ukhtun wahidatun ismuha Suadu va meni yana bitta opam bor, uning ismi Suad. Demak, Suad so'zi qiz bolalarga qo'yiladigan ism hisoblanadi. Abi va ummi fi tilkal ghurfatil kabirati otam, onam katta xonada. Ana uhibbu abi va ummi man otam, onamni yaxshi ko'raman. Uhibbu yaxshi ko'raman degan. Va uhibbu akhi va ukhti va yana akamni va opamni yaxshi ko'raman. Demak, e'tibor berasizlar, bu yerda uhibbu fe'li ishlatildi. Demak, fe'llarni kelasi zamon va hozirgi zamon shakllarini ham o'rganib boramiz. Uhibbu yaxshi ko'raman. Hozirgi va kelasi zamonda ishlatiladigan fe'l hisoblanadi. Mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib olamiz.